Fortnite ile babaji. PUBG Mobile haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. PUBGning to'liq nomi PlayerUnknown's Battlegrounds. PUBG 2017-yil mart oyida birinchi marta kompyuterga chiqarilgan. O'yinni koreyalik ishlab chiquvchi Bluehole Studio tayyorlagan. PUBGni Brendan Green nomli inson o'ylab topgan. PUBGning birinchi xaritasi Erangel bo'lgan. Erangel xaritasi Sovet ittifoqining maxfiy joylaridan ilhomlangan. PUBG Mobile 2018-yilda chiqarilgan, ammo u 2020-yilda mashhurlikka erishgan. PUBG Mobile Indoneziya, Hindiston va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan. PUBG birinchi oyda 10 million nusxa sotilgan. PUBG Mobile global yuklab olishlar soni 3 milliarddan oshgan. PUBG Mobilening Xitoy versiyasi Game for Peace deb nomlanadi. PUBG o'yinida winner chicken dinner degan ibora mavjud. Bu ibora birinchi bo'lib AQShdagi qimorxonalarda ishlatilgan. Diqqat do'stlar, men sizlar haqingizda 100 ta fakt video tayyorlamoqchiman. Ya'ni video nomi siz haqingizda 100 ta fakt bo'ladi. Bunaqa videoni hali ko'rmagansiz, sizlarga yoqishi aniq. Faqat do'stlar, bu videoni men 240 ming ta obunachi bo'lganimizda chiqaraman. Bizga yana atiga 10 ming ta obunachi kerak. Shu uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling va siz video tezroq chiqishiga sababchi bo'lasiz. Qani tezroq obuna bo'lamiz. PUBG o'yinidagi eng katta xarita Miramar bo'lib, u cho'l hududi hisoblanadi. PUBGda barcha xaritalar turli mamlakatlardan ilhomlangan. Sanok kartasi Tailand va Filippin o'rmonlaridan, Miramar Shimoliy Meksika va AQSh cho'l hududidan, Vikendi esa Sharqiy Yevropa va Shimoliy Italiya qorli tog'laridan ilhomlangan. PUBGda Groza quroli faqat airdropdan olinadi. O'yindagi qizil zona tasodifiy bombardimon hududidir. O'yindagi eng mashhur qurollardan biri M416 hisoblanadi. O'yinda do'stlarni qutqarish imkoniyati mavjud. PUBG o'yinida eng kam bo'lgan qurol crossbow. PUBG Mobile'da Silver Fragments va UC mavjud. UC bu PUBG Mobile o'yinidagi premium valyuta. O'yinda cheaterlardan himoya qilish uchun kuchli tizim mavjud, ammo cheaterlar har joyda topiladi. O'yinda AVM quroli eng uzoq masofadan otish uchun mo'ljallangan. PUBG Mobile'ni emulyator orqali kompyuterda ham o'ynash mumkin. PUBG Mobile'da zombi rejimi ham mavjud edi. O'yinda eng yaxshi transport vositasi XAK legenda Buggy hisoblanadi. Mirado avtomobili faqat Miramar xaritasida mavjud. PUBGda friendly fire yo'q, ya'ni do'stlarga o'q ta'sir qilmaydi. O'yinga botlar o'yinchilarga tajriba yig'ish uchun qo'shilgan. PUBG Mobile o'zbek tiliga ham tarjima qilingan. O'yinda 60 tadan ortiq qurollar mavjud. PUBG Mobile 5 milliard dollardan ortiq daromad keltirgan. PUBG o'yini birinchi bo'lib X1 konsolida chiqarilgan. PUBG Mobile ko'plab mashhur TikTok challenge'lar uchun ilhom manbai bo'lgan. PUBG o'yinining shiori oxirgacha omon qoling. PUBG Mobile ko'plab mashhur yulduzlar tomonidan reklama qilingan. Masalan, Yegor Krid. PUBG Mobile o'zining birinchi yirik turnirini 2018-yilda o'tkazgan. Livik faqat PUBG Mobile uchun chiqarilgan kichik xarita. Yasnaya Polyana Erangel xaritasidagi eng katta shahar hisoblanadi. School joyi jang qilish uchun eng qiyin va ommaviy joylardan biri. Sanok kartasida Bootcamp eng ko'p jang sodir bo'ladigan joy. Vikendi xaritasida qorli havoda iz qoldirish imkoniyati mavjud va bu orqali o'yinchilarni izlaridan topish mumkin. Sanok kartasida Paradise Resort ommaviy jang zonasi hisoblanadi. Livik xaritasida geyzerlar orqali o'yinchilar havoga chiqishlari mumkin. PUBG Mobile'dagi eng kuchli snayper qurol AVM. PUBG Mobile YouTube'da 3 milliondan ortiq obunachiga ega kanali mavjud. PUBG Mobile'da eng ko'p o'yinchilar soni Hindistonda. PUBG Mobile TikTok platformasida ham juda mashhur. O'yinda emotsiyalar orqali o'yinchilar o'z his-tuyg'ularini ifodalashi mumkin. O'yinga har hafta yangi missiyalar qo'shiladi. PUBG Mobile'ning Lite versiyasi ham mavjud. U asosan kuchsiz telefonlar uchun. PUBG Mobile Lite versiyasida maksimal 60 ta o'yinchi qatnashadi. PUBG Mobile'da Halloween rejimi har yili qo'shiladi. O'yindagi oddiy aptechka o'yinchi sog'lig'ini 75% gacha tiklaydi. Qolganini energetik yoki boshqa ichimliklar orqali to'ldirish mumkin. O'yinchilar eng ko'p o'ynaydigan rejim bu klassik rejim. Eng ko'p o'ynaladigan karta albatta Erangel. O'yindagi eng katta pritsel 8x. O'yinni yolg'iz yoki jamoa bilan o'ynashni o'zingiz tanlaysiz. PUBG Mobile'da mashg'ulotlar o'tkazish uchun alohida rejim ham mavjud.
O'zbekistonda 7 milliondan ortiq odam PUBG Mobile o'ynaydi. Royal Pass PUBG Mobile'da maxsus mukofotlar olish imkonini beradi. 100 milliondan ortiq o'yinchi har oyda PUBG Mobile o'ynaydi. O'yinda UAZ mashinasi eng kuchli bo'lib, u ko'p zararga bardosh bera oladi. O'yinda 7 ta xarita mavjud. Eng katta xarita Miramar, eng kichigi esa Nusa. PUBG Mobile'ning rasmiy sayti mavjud. Weekendi xaritasidagi Dino Park o'yin ichidagi eng mashhur joylardan biri. PUBG Mobile mashinalari haqiqiy hayotdagi modellardan ilhomlanib ishlangan. Mini 14 snayper quroli uzoq masofalarda yuqori aniqlikda otadi. Dron yordamida uzoq masofalardagi dushmanlarni kuzatish mumkin. PUBG Mobile'da Weekendi xaritasidagi qishki kostyumlar maskirovka uchun qo'llaniladi. Uzi eng tez o'q otuvchi qurollardan biri. Vector avtomati yaqinda zarba uchun juda kuchli. Mirado avtomobili Miramar xaritasidagi eng tez mashina. PUBG Mobile ko'plab kompaniya va yulduzlar bilan hamkorlik qiladi. Masalan, Tesla, Lamborghini, Blackpink va hokazo. PUBG Mobile ko'plab streamerlar bilan ham hamkorlik qiladi. Ularni moliyaviy hamda donatlar bilan qo'llab-quvvatlashadi. PUBG Mobile 12 yoshdan kattalar uchun tavsiya qilinadi. O'yinchilar eng ko'p qiziqadigan skin bu Letnik. O'yindagi donatlar hech qanaqasiga yutishga yordam bermaydi. TDM rejimida do'stlar bilan birga-bir otishish mumkin. O'yinda har bir yangi mavsum o'ziga xos mavsumiy mavzular va yangiliklarni olib keladi. PUBG Mobile'da klan ochish imkoniyati bor. PUBG Mobile'da yangi xaritalar yoki rejimlar beta rejimida sinovdan o'tkaziladi. Livik xaritasidagi sharsharalar ostida yashirin xonalar mavjud. Ko'k zona o'yinchilarning xavfsiz zonaga kirishini talab qiladi. Aks holda ularning sog'lig'ini asta-sekinlik bilan kamaytiradi. PUBG Mobile'da do'stlarning janglarini jonli kuzatish mumkin. Ammo maksimum uni 10 kishi kuzata oladi. Graffiti yordamida o'yinchilar xaritalarga rangli chizmalar qoldirishlari mumkin. PUBG Mobile'da energetiklar ichish orqali tezroq yugurish imkoniyati mavjud. PUBG Mobile haqida O'zbekistonda kino olingan. Nomi juda ham ajoyib. Ko'pchilik qurbonlari. Do'stlar, agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada esa keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.